Demak, 9-savol. Quyida berilgan reaksiyada qaytaruvchi koeffitsiyentlarni toping deyapti. Demak, yaxshi ishlaymiz demak. Hop. Vismut 3 xloridga gipofosfat kislota qo'shilgan plus suv qo'shilgan hosil bo'libdi. Vismut plus fosfat kislota oksidlanib ketibdi. Eng oxirgi oksidlanish darajasigacha hosil bo'libdi. Bu yerda xlorid kislota hosil bo'lar ekan. Bu yerda xlorid kislota ko'rinmay qolibdi. Chunki xlor yo'qib ketmaydi. Demak, endi masalani ishlaymiz. O qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentni topishimiz kerak. Vismut plus 3 dan bu minus 1 dan 0 ga o'tyapti. Vismut plus 3 dan vismut 0 ga o'tish uchun bu 3 ta olish kerak. Demak, plus 3 ta elektron olsa bu oksidlovchi bo'ladi. O'z-o'zidan qaytaruvchi o'rniga oksidlovchini allaqalab qo'yilgandan keyin bu yoqqa qo'yilishi kerak. Fosfor minus 2 plus 1 bo'lsa, buniki ham plus 1 bo'lib qolyapti. Ya'ni gipofosfat kislota. Xo'p, ya'ni aniqrog'i gipofosfat kislotaning oksidlanish darajasi bu tarzda topish biroz xato bo'ladi, chunki gipofosfat kislota bilasizlar negizi bo'yicha bo'ysunmaydigan kislota. Chunki bu bir negizli kislota. Minus 2 bo'lsa jami 3 ta berib olyapti. 2 ta olsa, to'g'ri, plus 1 bo'lar ekan. 3 ta berib olsa plus 3, 2 ta olsa plus 1. Demak, plus 1 dan plus 5 ga o'tyapti. Fosfor o'tyapti. Fosfor plus 5 ga. Plus 1 dan. Demak, plus 1 dan plus 5 ga o'tganda 4 ta chiqarib yuboryapti bu. 4 ta. Demak, 12 bo'lsa uni bo'linuvchi, bunga 4 ta, bunga 3 ta. Xo'p, o'z-o'zidan 3 ta elektron olgani uchun bu oksidlovchi, bunisi qaytaruvchi bo'lyapti. Demak, qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyent 3 ekan. Javob Doniyor topib, keyingi savolga o'tib ketinglar. Maslahatim bilan tenglash shart emas. Bo'ldi, bizdan mana shu narsani so'ragan.